Bunaqa shahar markazidan bunaqa dom topishingiz juda qiyin. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, Qur'on maktabida ro'parasida, bu tomondan esa makondan kirib kelishdi. Bu xonadonimiz 7-da joylashgan. Bu общий kvadrat metrimiz 72 kvadrat. Keyin mana bu shkaflarimizni qaranglar, qanaqa chiroyli ishlangan. Bu xonamiz o'z xohishingizga qarab spalni yoki teskari qilsangiz ham bo'ladi. Kuxnalarimiz ham 100% bitgan. Mana bu xolodilnik joylari ham tashkil etilgan mana. Sanuzelda hamma sharoitlarimiz tayyor. Bu xonamiz juda ham keng ishlangan ekan. Mana televizorlarni qaranglar, qanaqa chiroyli. Odirlar bilan deylar, balkonlar juda ham kichkina, ularda yurgan siqar. Hozirgi balkon panorama o'yinlari bilan qilingan. Xonamizga boshqacha did berib turibdi. Balkonga chiqasizlar, balkon ham juda ham katta ishlangan ekan. Ikkita stulcha ham qo'yib, bemalol er-xotin choy ichib, hangama qilib, shahar tomosha o'tirsanglar bo'ladi. O'zingizlar ko'rdinglar, yashash uchun hamma sharoitlar tayyor, даже topli pollargacha bor. Narxini 80 ming deyishyapti, yana savdolashayotgan joylari ham bor. Batafsil ma'lumot uchun pastki nomerga aloqaga chiqsanglar, ma'lumot berib o'tamiz.